Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayot sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 5-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Yakkama-yakka olishuv. Bir paytlar Abu Zar musulmon bo'lgani haqida mana shu masjidda jar solgan. Ammo buning evaziga rosa do'pposlanib, Abbosning yordami bilangina o'limdan zo'rg'a qutulgan edi. Abdulloh ibn Mas'ud ushbu masjidda mushriklarni Qur'onni eshitishga majbur etgan so'nggi u ham rosa kaltaklangan edi. Hazrati Abu Bakr hushidan ketguncha, burni yuzidan ajralmaydigan holga kelguncha mazkur masjidda do'pposlangan edi. Ammo Umarga qarshi hech kim lom-mim deya olmadi. Buyuk payg'ambarimizning duoyu iltijolari mana shu zaylda o'rnini topdi. Musulmonlar ilk bor erkin nafas olishga muvaffaq bo'ldilar. Bundan buyon Umar Makkada yashar ekan, qo'llarini u yoqdan bu yoqqa sollab bemalol yurajak, bozor o'jarga borajak, ochiqchasiga namoz o'qib, Qur'on tilovat qilajak edi. Ammo Abu Jahl unga ortiq haddingdan oshma deyishga jur'at qilolmasdi. Rukona ibn Yazid bir kuni Makkadan tashqarida aylanib yurganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib qoldi. Bu qulay bir tasodifmi yoki fojianing boshlanishimi deb o'yladi. Yolg'iz edi. Yonida unga yordam beradigan hech kim yo'q edi. Ammo yakkama-yakka olishni yoki indamasdan o'z yo'lida davom etishi mumkin edi. Aslida bir necha kishini birdan yiqitishga Rukonaning ishonchi komil edi. Ammo ko'kdagi oyni ham hukmiga yurg'izgan sehrgarga nima ham qilib bo'lardi? Ey Rukona, Allohdan qo'rqmaysanmi? Seni da'vat qilayotganim ushbu dinga kirmaysanmi? Seni payg'ambar bo'lganingni bilsam, so'zlayotganlaringni rost ekaniga ishonsam, hech ikkilanmay qabul qilardim. Juda soz, sen bilan kurash tushib, yelkangni yerga ishqalasam, payg'ambar ekanimga ishonasanmi? Rukona mushtumni tugdi. Endi bunday taklifni rad etib bo'lmasdi. Men roziman. Xo'p, u holda kurashamiz. Rukona faqat mana shu yo'l bilan niyatiga erishishi mumkin edi. Ushbu qulay fursatdan oqilona foydalansa, mislsiz bir kishining uddasidan chiqqan bo'lardi. Bir-birlarini yelkalaridan tutdilar. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam uni bir silkitgandayoq yiqitdilar. Yelkasini yerga ishqaladilar. Rukona qarshilik ko'rsatishga ham ulgurmay qoldi. Nima bo'lganini hali anglab yetmasdan zo'rg'a o'rnidan turdi. Yo Muhammad, yana bir marta kurashaylik dedi. Bekorga bunday demagan edi. Chunki raqibni osongina bunday bir natijaga erishganini hatto tushida ham ko'rsa ishonmasdi. Nazariga ilmadi, ahamiyat bermadi va shu beparvoligini jazosini achchiq mag'lubiyat bilan tortdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul qildilar. Rukona juda ham suyunib ketdi. Bu daf'a Rasulullohning yelkalaridan qattiq ushladi va albatta g'olib bo'lish ishtiyoqida ayovsiz siqdi. Ammo ko'z ochib yumguncha bo'lmay yerga yiqildi. Hech narsani tushunmay qoldi. Qanday yengilganini ham farqlay olmadi. Sharmanda bo'lgan edi. U yoq bu yoqlardan ko'pchilikning orasida Rukona bilan kurash tushdim. Bir emas ketma-ket 2 marta mag'lub etdim deyishi mumkin edi-da. Endi Quraysh orasida ko'krak kerib yurish unga harom bo'ladimi? Yana bir kurashsak deyman. Rozimisan, ey amakimning o'g'li? Bu taklif ham qabul qilindi. 3-marta yelkalar tutashdi. Rukona kurashga bo'rondek otildi. Qat'iy edi, ammo u ham yordam bermadi. Bir zumda yana yerga quladi. Hech e'tirozga o'rin yo'q. Bir haqiqat shunday iborat ediki, bahaybat bir polvon kichkina bir bolani qanday qilib to'pdek irg'itsa, xuddi shunday bo'lgan. Rukona nafasini rostlaguncha yerga ag'anab tushgan edi. 4-marta yana kurashni taklif etishga andisha qildi. Uni yenga olmasligiga 100 emas 500 karra ishongan edi. O'rnidan turdi.
Men guvohlik beramanki, ey Muhammad, sen tengi yo'q bir jodugar ekansan. Xudo haqqi, ushbu o'rtamizda bo'lib o'tgan kurash ham aql bovar qilmaydigan ishdir, dedi. Xohlasang bundan ham g'aroyib hodisani ko'rsataman senga. Ko'rsat, dedi Rukona. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldinda turgan bir daraxtga qarata xitob qildilar. Allohning izni bilan yonimga kel. Rukona ko'zlariga ishonmay qoldi. Yer yorilgan daraxt xuddi tuproq ostidan yurib kelayotgandek ilgarilar edi. Daraxt o'tib bo'lgan joy o'sha zahotiyoq yana asl holatiga qaytardi. Keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarshilarida to'xtadi. Rukona tushimmi, o'ngimmi degandek barmoqlarini tez-tez tishlab ko'rdi. Uyg'oq ekani beshak. Ammo hozir qarshilarida turgan daraxt bir necha daqiqa oldin 100 qadamcha narida turgani ham haq edi. Sarvari olamga sallallohu alayhi vasallamga o'girildi. Chin qalbimdan ishonch bilan aytamanki, umrimda bunday sehrni ko'rmaganman. Endi bu daraxt o'z joyiga qaytsin-chi? Rukona ko'rgan bu mo'jizasini qadrini bilmasdi, yaxshilikka yo'ymadi. Allohning qudrati haqida o'ylashni ham istamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga achinib qaradilar. So'ng daraxtga o'girilib, Allohning izni bilan o'z joyingga qayt, dedilar. Daraxt kelgan yeriga keta boshladi. Borib avvalgi joyiga o'rnashdi. Rukona u yerda tom ma'noda mag'lub va parishon bo'lib qaytdi. Mushriklarni yoniga borib bunday dedi: Sizlar Muhammadning yordami bilan butun dunyoni qoshlaringizga tiz cho'ktirsalaringiz bo'ladi. Men undan ko'ra nafasi o'tkirroq jodugarni umrim bino bo'lib ko'rgan emasman. Nima bo'ldi, ey Rukona, deya so'rashdi mushriklar. Rukona bo'lib o'tgan voqeani bir boshdan so'zlab berdi. Bir kuni sahobalardan biri: "Yo Allohning rasuli, johiliya davrida qilgan xatolarimiz, gunohlarimiz uchun ham javobgar bo'lamizmi?" deb so'rab qoldi. Davrada o'tirganlarning ko'nglidagi savol edi bu. Har birlaringni o'sha davrda ozmi ko'pmi xatolari, gunohlari bor edi. Bu xotiralarni aksari alamli odamlarni uyaltiradigan edi. Ayniqsa Umar ibn Hattobni butun vujudi titrab ketdi. U qilgan gunohlarni son-sanog'i yo'q. Bir necha yildan beri mo'min musulmonlarga yetkazgan aziyatlarining o'ziyoq boshqa hisobga ehtiyoj qoldirmaydigan darajada edi. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javoblarini tahlika ichra kuta boshladi. Nihoyat javob yangradi. Islomga kirganidan keyin hayotini sog'lom tarzda kechirgan kishi johiliya davridagi hayoti uchun javobgar bo'lmaydi. Ammo musulmon bo'lganidan keyin ham gunohda davom etsa, oldingilari uchun ham javobgar bo'ladi. Irodasini yaxshilik yo'lida qo'llay olgan mo'minlar uchun ajoyib bir xushxabar edi. Allohning cheksiz rahmat va marhamati iymon keltirgan va iymonga sodiq qolib solih amallarni bajaruvchilarni shu zaylda mukofotlar edi. Ammo bu mo'jizani eshitsa ham Umar astoydil, endi hamma narsa boshidan boshlanar ekan, xotirjam bo'lsam ham bo'laverar ekan deya olmas edi. Masalan, dod-faryod ichida tiriklayin tuproqqa ko'milgan qizi va holidan toyguncha kaltaklagan kishilar nima bo'ladi? Bu ishlari beqiyos bir zulm edi. Bu zulmning asorati Allohga sajda qiluvchi insonlarning yuzlarida, ko'ksida, yuragida hanuz armon bo'lib, dog' bo'lib turadi. Ularning rozi qilgani bo'lsa ham o'rtada o'rtanayotgan vijdoni bor. Bu vijdon azobidan qutulish oson emas. Mo'minlar uning islomga kirishini ulkan ne'mat deb baholadilar. Uning himoyasida o'zlarini bemalol his etib boradigan joylariga uning yonida xotirjam, hech narsadan qo'rqmay boradigan bo'lishdi. O'zini ularga foydasi tegayotganini ko'rgan Umar ham bundan faxrlandilar. Robbiga hamdu sanolar, shukronalar keltirar edi. Ba'zan kechmish kunlarini xotirlashib, safar chog'ida loy va shunga o'xshash narsalardan but yasab, sig'inganlarini gapirsa, u ham qo'shilib kular, aql bovar qilmaydigan bema'niliklarga qanday yo'l qo'yishganini o'ylab hayron qolar edi. Makkaliklar, mushriklar yuzaga kelgan jiddiy vaziyatdan aslo mamnun emasdilar. Ish tobora chappasiga ketayotgan edi. Yulduzlar kelsin, uylarimizni tomlariga qo'nsin, seni payg'ambar ekaningni tasdiqlashsin deyishga ortiq jur'at etolmasdilar. Chunki bu
talabni ham bajara olishiga endi shubha qolmagan edi. Hanuzgacha Rukona Allohning qudratini tan olmas bo'lib o'tgan voqealarni esa boshqacha talqin qilar edi. 3 marta ketma-ket yelkamni yerga ishqaladi. Manot haqqi, qanday yiqitganini ham ilg'amay qoldim. Daraxtni oldimizga chorlaganda qani Rukonani ustiga yur deb yuborsa-ya deya jonim halqumga tiqildi. Azbaroyi qo'rqib ketganimdan daraxtni o'z joyiga qaytishini iltimos qildim. Otamni boshi bilan qasam ichaman. Yulduzlarni yerga tushir desangiz buni ham uddasidan chiqadi der edi. Utba ibn Robiya so'z oldi. U bizning kuchimiz yetmaydigan bir kalomga suyanyapti. Darhaqiqat o'sha kalomga o'xshash bir kalomni hech bir adib yo shoirdan eshitmadik. Bizga munosib bo'ladigan ish shunday iboratki, biz ham unga ilmiy bir ustuvorlik bilan javob beraylik. Shu yo'l bilan uni mag'lub etaylik. Unga hech qachon javobini topa olmaydigan savollar bilan murojaat qilaylik. Juda soz, zo'r gaplarni gapirding, ammo bizda ilm nima qilsin? Utba o'ylanib qoldi. Buni oson yo'li bor dedi. Yasribga boramiz. U yerda yahudiy olimlar bor. Ular bilan uchrashib yordam so'raymiz. Ular chuqur bilimga egadirlar. Menimcha eng ma'qul yo'l mana shudir. Bu fikrga e'tiroz bildiruvchilar bo'lmadi. Nadir ibn Horis bilan Uqba ibn Abu Muayt mana shu vazifaga tayinlandilar. Qisqa vaqt ichida yo'lga hozirlik ko'rgach, tuyalarga mindilar. Ammo qattiq hushyor bo'linglar, dedi Abu Jahl. Ulardan savollarni va javoblarni eshitayotganingizda yoningizda zinhor kimsa bo'lmasin. Aks holda javoblar sizlardan oldin Muhammadning qulog'iga yetib kelishi mumkin. Bundan tashqari u yerni tark etgach boy berib qo'ymanglar tag'in. Makkaga iloji boricha tez yetib kelishga harakat qilinglar. Xo'p, xush qolinglar. Bir necha odim yurilgach, Nadir tuyasini to'xtatdi. Sizlar ham u yerda tillaringizni mahkam bo'linglar. Og'izlaringizdan gullab qo'ymanglar niyatimizni. Shundan so'ng Nadir yana tuyasiga qamchi urdi. Necha kunlar davom etadigan bu safar kimning g'alabasi bilan tugar ekan? Ajabo. Davs qabilasining mashhur shoiri Tufayl ibn Amr bir ish bilan Makkaga keldi. Makkada ancha-muncha tanishlari, do'st birodarlari bor edi. Mashhur shoir izzat-ikrom bilan kutib olindi. Hol-ahvol so'raldi. Ziyofat chog'ida Muhammad ibn Abdulloh ismli bir jodugar paydo bo'ldi. Duch kelgan odamni jin urganday o'ziga sehr jodu qilib olayotir deb uqtirildi. Bir qator misollar keltirildi. Unga kim quloq solsa tuzog'iga ilinishi muqarrar ekanligi, shu bois qadamini o'ylab bosish, hushyor bo'lish kerakligi ta'kidlandi. Bu mavzuda Tufayl juda ko'p gap eshitdi. Boshqa bir majlisda ham shu xususida suhbatga duch keldi. Oqibatda Tufayl ibn Amr yana to'satdan duch kelib qolsam bilmasdan birorta gapini eshitib tuzog'iga tushib qolmayin tag'in deya quloqlariga paxta tiqib oldi. Makka ko'chalarida shu tahlidda aylanib yurdi. Ishlarini bitirdi. Tanishlari bilan ko'rishib, suhbatlashdi. Ertasi kun tong saharda Masjidi Haramga bordi. Bu dargoh makkaliklarning ham ibodat qiladigan, ham u yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tiradigan joyi edi. Ana kelyapti deyishdi. Tufayl qaradi. Barvasta bir kishi viqor bilan yurib kelyapti. Chehrasida nur yog'lar, kishiga ishonch bag'ishlaydigan bir ko'rinishdagi odam edi. Bunday yoqimli odamni jodugar bo'lishi bir oz g'alatiroq emasmikan deya xayolidan kechirdi. Tufayl qarasa o'zidan boshqa hech kimni qulog'iga paxta tiqilmagan. Dunyodagi eng ahmoq odam emasman, nega endi men boshqalar qo'rqmagan kishidan men qo'rqishim kerak? Ular o'zini olib qochmayotgan kishidan men chekinishim kerakmi? Aql hushim joyida, iroda qo'limda, qani bir eshitib ko'raychi nimalar der ekan. Yoqsa qabul qilaman, yoqmasa hech kim meni qabul etishga zo'rlamaydi. Tufayl quloqlaridan paxtani olib uloqtirdi. Muhammadning so'zlarini diqqat bilan tinglay boshladi. Hali ham hech kim eshitmagan, eshitolmaydigan g'aroyib edi bu so'zlar. Muhammad ibn Abdullohning chehrasi naqadar nuroniy va go'zal bo'lsa, bu kalom ham shunday go'zal
mukammal va jozibali edi. Bu so'zlar sehr jodu emasdi. Tufayl mashhur shoir sifatida Arabistonni kezib chiqqan, tajribasi yetarli. Safar chog'ida jodugarlar bilan ham uchrashgan, ularni bema'ni tuturuqsiz gaplarini eshitgan. Ammo bu so'zlar zaminda o'ziga xos bir mukammallik yashiringan edi. Har qanday zo'r adib otashin shoir ham bu kalom qarshisida dovdirab qolardi. Tufayl shu kunga qadar o'qigan hech ta'sirchan baytlarni eslashga urindi. Shundan keyin zehnida Umayl Qays, Tarofa Zuhayr, ammo Antara, Labid, Horis Xonsa, Asha, Nabig'a kabi dong'i ketgan shoirlarning eng zo'r she'rlarini birma-bir o'tkazdi.